tug'ruqxonada jahlingizni chiqargan holat bo'lganmi? Bo'lgan. Tug'ruqxonada ishlagan paytimda esimda eng jahlim chiqargan narsa, navbatchilikda turganman. Bir ayolni erlar tomonidan olib kelingan, ya'ni 2 marotaba bachadon chandig'i, ya'ni 2 marta kesareva bo'lgan ayol. Dard bilan kelyapti. Juda qattiq og'riq, kuchli og'riq bilan. Vaholanki biz tezkorlik shoshilinchi bilan kesareva kesishga olishimiz kerak. Kesareva bo'lgan ayollar biladi, dardni uncha-muncha ko'tara olmaydi, chunki ular ko'p holatlarda tabiiy tug'ruqni boshdan kechirmagan ayollar bo'ladi. Men so'rab surishtiryapman, bu ayol demak shu tug'ruqxonaga qarashli bo'lmagan va birinchi kelgan savoli eridan, ayol shifokor bormi kesareva qiladigan? Ha, bor, man desam, bu ayolni tug'ruqxonaga olib kelguncha eri 3-4 ta radomni ayoli dardi bilan olib borgan. Va ayol kelganda, ya'ni biz vaginal ko'rik qilamiz, necha barmoq ochiq deb. Почти 4 barmoq ochiq, bu degani 8 sm ochiq. 2 marotaba kesareva bo'lgan ayollar faqat kesareva bilan tug'ish kerak. Bu kamdan kam bo'lgan, u 2 marotaba endi shunaqa ekstremniy shoshilinch holatlarda tabiiy tug'ruq bo'lishi. Va albattaki ayolni shoshilarli ravishda kesar kesishga olganmiz. Ya'ni ayol shunaqangi qiynalyaptiki, yig'lab tezroq qilib beringlar deb og'rig'iga chidolmay operatsiyaga olgan mahalimizda bachadonni chandig'i yorilib ketadigan holatiga kelganini ko'rdik. Bu og'riq demak ayolda dardli og'riq bo'lmagan, bachadon yirtilayotganidan og'riq bo'lgan. Bu juda kuchli og'riq. Boshdan hech kim kechirmasin, bu holat bolani o'limi va hattoki ayolning o'limi bilan yakunlanishi mumkin bo'lgan holat. Jahlim chiqdi, so'rayapman, ayol aytadi, iltimos shu radomda qolay desa ham, yo'q, erkak kishi ekan deb olib ketgandi. Endi taqdir taqozosi bilan qanaqadir bayram kunlari bo'lgan va hamma erkaklar ishlaydigan radomlarga borganmi bilmayman. Xullas, bachadonni amallab qoldirdik, lekin operatsiya og'ir o'tdi ham. Homilaning ahvoli ham og'irlashib qolgan bo'lgan va turmush o'rtog'i so'rayapti, nimaga unaqa bo'ldi deb. Mana shunaqa paytda jahlingiz chiqadi. Shunaqa holatlar ham bo'lgan, qon ketgan, ichida kistasi yorilib ketgan, lekin erkak doktor bo'lgani uchun ko'rsatmagan. Meditsinada erkak ayol kishi degan narsa yo'q. Ba'zi birlarda bo'ladi, turmush o'rtog'i olib keladi radomga, ayolini tug'ishga tashlab ketadi-da, uyga borib uxlashadi. Masalan, bizga erkak tarafdan nimadir kerak emas, lekin o'sha ayolga kimdir yonida bo'lishi, ro'zalga kirmagan taqdirda ham mana biladi-ku, hozir mana kimdir kutib turibdi. Shuni o'zi ham katta ko'makda aldadi. Hayron bo'lasiz, endi kim biladi, jahli chiqadi shunaqa holatlarni.